Qayerdan topaman men hozir? Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplay olmayman. Bitta odamni qayerdan topaman? Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarab. Malades, endi rastorda ham qol. Mana rastor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading-a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, Ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor amirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana amir. Amir olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atverka. Endi bor rastorni qora. Umid aka qonim ochib ketdi, nimadir yeylik. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzuqiga yedim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yeyish oldi. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan-ku, bizani ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi. O'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7 D ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli siz ishingizga to'g'ri keladi. Tashavorsangiz simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastorni qor. Charchading onasi. Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastorga oyog'imni tiqiymizdek ekanman. Zebo, tur ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qotib qolman. Chiqsi, men borman. Ertaga kelaman. Umid aka.